Do'stlar, men bugun sizlar bilan YouTube'dan ketgan bir necha YouTuberlar haqida gaplashaman. Masalan, birinchi YouTuberimiz mana bu YouTuber. Ya'ni bu YouTuber 2 yil oldin bu video Minecraft hardcore rejimida faqat ya'ni bu video to'g'ri chiziqda 100.000 blok qazib olish videosi. Mana uning eng oxirgi videosi 1 yil oldin YouTube'ga yuklangan va uning eng oxirgi birinchi qo'ygan videosi esa 2 yil oldin yuklangan. Bu YouTuber bir YouTube'dan ketib yana qaytib kelgan edi, ammo hozir qaytib kelmadi. Nimagaligini o'zim ham bilmayman. Hacker ham YouTube'dan ketgan edi. 5 oylar bo'ldi, ammo hozir qaytib keldi va hozir uning kanalida oxirgi videosi 2 hafta oldin YouTube'ga yuklangan va bu kanal to'g'risini aytsam 7 oy oldin ochilgan kanaldir. Hackerda muxlislari ko'pmi? 5 ta video bilan 119 mingta obunachi. Bu qanday bo'lishi mumkin axir? 5 ta video bilan 119 mingta obunachi. Xullas, 3-chi YouTuberimiz bu, 3-chi blogerimiz esa bu Racker bo'ladi. Ya'ni Racker YouTube'dan ketganiga 1 yildan oshdi va oxirgi videosiga har 5 yil bo'lgan. Va bu yerda 558 ta video bilan 432 mingta obunachi. Bu juda ham zo'r-da, zo'r. Va 4-chi YouTuberimiz va eng so'nggisi bu keyingi inson bu Technoblade-ni YouTube kanalini topa olmadim, ming afsuski, lekin Technoblade-ning hozir asosiy kanali yo'q. Va u kanaliga oxirgi videoni menimcha 4 yil oldin qo'ygan va birinchi videolarini men bilmayman. Technoblade AQShda tug'ilgan, afsuski 2022-yilda vafot etgan, 21 yoshida. O'ylaymanki bugungi videomiz sizlarga yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa bitta obuna va like bosib keting. Hammaga xayr.